$3900 kechagi kunning o'zida. Kelinglar endi hozir qaysi parada va nimaga ochganimiz pozitsiyalarimizni ko'rib chiqamiz. Biz kecha Dow Jones parasida shu pozitsiyalarni ochdik. Nimaga men buni ko'rsatib beraman. Bu yerda biz qaraganimizda 1 soatlik time frame'da order flow ketyapti. Order flow ketganda biz ikkita tasdiqni oldik. Kelinglar hozir buni o'chirib turaman. Mana bizga birinchi tasdiq bu imbalansdan ketishi, ikkinchi tasdiq mana bu imbalansdan reaksiya berishi va bizga уже uchinchi tasdiq mana bu imbalans kelganda va men kichikroq time frame'ga o'tdim. 15 minutlik time frame'ga. Mana bu yerda likvidlar yig'ilib qolgan va o'sha likvidlar yechilishini ko'rdim. Yechilgandan keyin men уже 5 minutlik time frame'ga o'tdim hamda shu yerdan pozitsiyani nabrat qilishni boshladim. Va meni pozitsiyam kechagi kunda mana bu shiftdan bo'ldi va shu yerdan pozitsiya nabrat qilindi hamda biz shu yerdan pozitsiyaga kirdik. Stopimiz o'sha yechilgan likvidga va tekimiz eng yaqin likvid nuqtamizga va birinchi pozitsiyamiz shu bo'ldi. Bu pozitsiyani o'zida biz kecha $2800 shu pozitsiyada olib chiqib ketdik. Undan keyin kechga yaqin yana bitta pozitsiyaga kirdim. Kechga yaqingi pozitsiyam bu nima uchun men kirganman? Imенно shu yerda menga o'sha tasdiq bo'lgandan keyin 4-tasdiqim imbalansga keldi 1 soatlik va o'sha imbalansdan men o'sha kichik time frame'ga o'tib tasdiq qidirishni boshladim. Va tasdiq menga 15 minutlik inversiya bo'lib berdi va 15 minutlik inversiyadan shu kirganman va bu pozitsiyamiz bugun ertalab yopildi. Gap bilan mana plyusda yopdi. Bu pozitsiyani o'zidan $1700 pul bilan chiqib ketdik. Shunaqa rezultat qilmoqchi bo'lsanglar, Gold potogimizga kelib o'qinglar. Mana yaqinda aprel oyining Gold potogi ochiq. 3 kishi уже yozildi. Yana 1 kishiga o'rin bor. Xayr, sog' bo'lasizlar.